Do'stlar, ko'chat olishda 3 ta xatolikka yo'l qo'yayotganligingiz uchun yillab yuzda daraxtlaringiz ekan daraxtlaringiz meva qilmasdan o'tiribdi. Hozir uchinchisi o'ta muhim bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib like bosib qo'yasizlar. Mana ko'chat xarid qilganda ko'pchilik hozir ulamasdan ham kesib qo'yapti mana joydan. Keyin yovvoyi chiqadi ba'da. Xuddi ulanganga o'xshab turaveradi-yu, lekin aslida yovvoyi bo'ladi. Shuning uchun sizlar tomiriga qarab olinglar. Mana mashtiga agar ulangan joyi qolib ketgan bo'lsa, mana shu yerda pindik bo'ladi, yovvoyi o'sib chiqqan bo'ladi. Shunisiga hushyor bo'lasizlar. Mana shu tagiga qarab olasizlar. Ikkinchi muhim masala, ko'chat zakaz qilayotganda o'zingizga yoqqan zo'r narsalarni qilib bering deb ko'chatchiga umuman unaqa gaplar gapirmang. O'ziga yoqqan narsani bermaydi ba'zi hayotda. Qaytdi-yu bir qalan ko'chatlar beraveradi. Navlarini aniq qilib turib, menga mana bu navdan deb zakaz qilinglar ko'chatni. Uchinchi muhim masalaga keladigan bo'lsak, arzonga hayotda ko'chat olib ekmang uyingizga. Arzonga ko'chat olib ekkandan mana uni olib turib, shunday suqib qo'yganingiz yaxshi. Arzonga hayotda daraxt meva qilmaydi, shuni bilib olinglar. Ishonchli, garantiyali ko'chat hech qachon arzon bo'lmaydi. Mana shuni eslangdan chiqarmanglar. 3-4 so'm puldan qochib turib, arzon ko'chat ekib olganlar ko'pini ko'rdik. 5 yil, 6 yillab uyga ekib olgan, meva qilmay yotibdi. Undan ko'ra ekmaganlaring yaxshi. Shuncha yil kutganlaring umrlaring o'tib ketib qoladi. Mana ko'chatlarning holati xuddi shunaqa bo'ladi. Ishonchli joydan qimmat ham emas, arzon ham emas, normal narxda ekinglar deyapman. Mendan olib ekishlaring shart emas, kimdan olib eksalaring ham kelib ko'chatini ko'rib, garantiyalarni olib ekinglar. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosib qo'yasizlar. Pastda nomerlar qoldiryapmiz. Bizda bir 10 xildan oshiq ko'chatlar hozir sotuvda. Sonlari chegaralanyapti, yangi sortlarni zakaz qilishga ulgurib qolinglar. Sog' bo'linglar. Videoga like bosib